Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Dahbid shaharchamizda yangi sog'lomlashtirish markazi ochilgan ekan. O'shani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu yerda kvantiy bioanalizator bor ekan. Hozir ichkariga kiramizda mutaxassisimizdan ma'lumot olamiz, nima haqida ma'lumot berishini. Salomatlik markazimizda bundan tashqari bu yerda fitobochka, elektroforez, bolalar massaji, hijoma va kinzonlik xizmatlarimiz ham bor. Kinzonlik xizmati toshkalar bilan davolash xizmatlari ish faoliyatini olib boradi. Markazimizda ichiga kiryapmiz. Kirganingizda shunday sizni atmosfera kutib olar ekan. Qanaqa massaj turlari, bioanalizator haqida ma'lumotlar chiqartirilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Shohruh, yaxshimisiz? Adham aka, mana bu kvantiy bioanalizator haqida men sizga ma'lumot beraman. Hozir bu yerda sizni avval o'zingiz tushirib, tashxislarini siz o'zingizga beraman. Mana Adham aka, sizni qolgan organlaringizni asta-sekin ko'rib o'tyapman. Bu yerda lyohkalarda ozroq o'pka faoliyatida ozroq nafas yetishmovchilik holatlari bor, keyin pochkalaringizda shamollashlar bor. Ya'ni bu Adham aka kvantiy bioanalizator va aytgandek hujayra doirasida organlar qanday holatda ekanligini chiqarib beradi. Ya'ni 12 ta sistema bor o'zi bizda, 12 sistema bo'yicha chiqaradi. Ya'ni ayollarda jinsiy tomonlama, erkaklarda mujis tomonlama holatni ham chiqaradi. Mana Adham aka, xuddi o'zingiz ko'rganingizdek, sizni holatingizni to'liq ko'rib chiqdik va bu kvantiy bioanalizatordan o'zingizni xulosangizni aytsangiz. Shohruh, bioanalizatoringiz haqiqatan to'g'ri aytdi. Revmatizmga belimda og'riq bor. Yaqinda shamollab o'tgan edim, o'sha narsani ham chiqarib berdi. Sizga kattakon rahmat ma'lumot uchun. Endi ruxsat bersangiz, qolgan joylarda ham bir sirama obzor qilib ko'rsatsak. Salomat markazda fita bochkalari bor ekan. Bu yerda nima qiladi desangiz, o'tirasiz, par bilan chiqar ekan, shamollashlarni, qon aylalishlarini odamni ham ozdirar ekan, foydasi juda ko'p ekan. Assalomu alaykum, opajon, bular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Hijomalarimiz bor, parafenlarimiz bor, azonoterapiyamiz bor, ignamiz bor, asal bilan massaj qiladiganimiz bor, kushetkalar, hamma narsamiz одноразовый. Salomatlik markazimiz quyidagi manzilda joylashgan. Oqdaryo tumani, Dahbid shaharchasi, Amir Temur ko'chasi 50-uy, Maxtuma Azzam ziyoratgoh ro'parasida. Ro'paramizda buxgalteriya xizmatlari, undan esa Maxtuma Azzam ziyoratgohi joylashgan.